Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston aholisi va oxiratda o'ylamaydigan vazirlar, o'zini o'ylamaydigan va yoki navarasini o'ylamaydigan vazirlar, senatorlar, kelajagini o'ylaydigan vazirlar, senatorlar, qaysidir kelajak avlodingiz qoladi shu yerda, zurriyotingiz qoladi-yu. O'shalar Xitoyga qul bo'lib qaramay qolmasligini xohlamasanglar, qaramay qolmasligini xohlasanglar, Xitoyni chiqarib tashlanglar. Yoki bo'lmasam cheklovlar qo'yib tashlanglar. O'zbekiston aholini ishga olmasang, korxona ochganda yopilasan degan qaror chiqarib cheklovlar qilib tashlanglar. Avvalambor o'zimizni o'zbek fuqarosiga tadbirkorlik erkinlik beringlar. O'zbek fuqarosi tadbirkorligiga ham O'zbekistonga valyuta ko'payib kirib kelishi, ham ertaga o'zinglarni navara asharanglar shu o'zbeklar qo'lida ishlaydi, ko'chada qolmaydi. Xitoy qaramaydi, u o'zini millatiga qaraydi, o'zbekka qaramaydi. Yaxshilab tushunib olinglar, mag'zini chaqib olinglar, o'rtoq senator, o'rtoq prezident. Shuni mag'zini yaxshilab chaqib olingda, to'g'risi xulosa chiqarib, Xitoyga iloji bo'lsa qaytaring. O'rtoq prezident, senatorlar, qaytaringlar. Yoki bo'lmasam ularni ish faoliyatiga shunday shart qo'yinglarki, O'zbekiston fuqarosini birinchi o'rinda ishga olasan. Ishga olganingda oyligini yaxshiroq qilib berasan. Bo'lmasam cheklovlar qo'yamiz deb shunaqa qonun qoidalar o'ylab topinglar. Chiqib ketasan deb nima qilinglar. Xullas ogohlantirishlar yo'nalish bo'yicha ish faoliyat olib boradigan qilib qo'yinglar. Agar chiqara olmasanglar, qurib yetmas, yo'q yetmasa. Nima bo'lganda ham Xitoyga kirib kelib zavod fabrika ochgan bir tomondan yaxshi, men qarshi emasman ochishiga. Lekin Xitoy fe'lini, fikrini, maqsadini men bilaman-da. Ular o'zinikini tiqadi, o'zbekni nimasini chekka surqadi. Oddiy misol, men Rossiyaga ishlagani borganlar qancha qor bor. Misol uchun. Yo boshqa davlatga borganlar. Biroqlar o'zini millatini ko'taradi, boshqa davlatgani nima qiladi. Xullas azobga qolishni xohlamasanglar, qabrda azoblanishni xohlamasanglar, navaranglar qiynalishni xohlamasanglar. Eshitdinglar ma'muni, gapini? Hurmatli senatorlar, hurmatli deputatlar, nega og'zingizga mum tishlab olgansizlar? Ertaga sizlar o'lasizlar, ketasizlar. Sizlarning nabiralaringizga o'g'lingiz Xitoylikka qog'oz ko'tarib kiradi, meni korxonasiga ishga oling deb. Nabirangiz boshiga, Uyg'urlarning boshiga tushgan holat tushmasligiga kafolat bera olasiz. 60 millionta Uyg'ur bor deyshadi. Ko'z oldingizga keltiring. Yomon gapirayotgani yo'q. 60 million Uyg'urni nafasini chiqarmay o'tirgan bo'lsa, biza butun mana shu respublikalar hammasi darbos 60 milliondan sal oshsa kerak. Mana biza ochiq nimandir gapirsak, vatan xoini desak. Oltin konlarni, yer osti boyliklarini, gazlarni shunday indamay berayotgan deputat bo'lsa-da og'ziga mum tishlab o'tirgan. Sizlar xalq dushmanimi, bizami? Mana, to'g'ri. Qaysi kanal nima deb chiqishlar qat'iylasa. Xitoy bizlar nimamiz hamkorlik deyapti. Xitoy bilan bunaqa darajada hamkor bo'lishning mutlaqo keragi yo'q. O'zbekni og'zini yopib hech qachon yaxshiga erishmaysizlar. Faqat oxiratinglar kuyib ketishiga harakat erishasizlar. Oqibatinglar do'zaxga tushish bo'ladi. O'zingizlar harakat qilgan bo'lsa do'zaxga tushish. Agar o'zbekni og'zini yopib qamalib o'ldirish bilan shug'ullansangiz, oxiratinglar tamom bo'ldi deyaveringlar. Oxiratinglar kuyib ketadi. Yaxshi mag'zini chaqinglar-da. Mana shu insonni meni maslahatlarimga amal qilinglar-da. Xitoy ishini hal qilinglar. Hamma deputatlar gapirsin. Yana bir marta aytaman. Bor ishdan keting. Rizqni Xudo beradi.
nima shu deputat kresloga yopishib olgansizlar? Ey hurmatli senatorlar, nega jimsizlar? Nega davlat nimalarni birortasi gapirmaydi? Nega yozuvchilar jimsizlar? Nega mana shu orden uchun jimsizlar? Bir tinga qimmat orden uchun, medal uchun. Nima Ular uchun? yeb qo'ygan. Men sizlarni xoinligingiz uchun sen ham jim yur deysizlar. Meni 6 ta nabiram bor. Men xohlamayman Xitoyga qul bo'lib qolishni. Mana mana erkak, men o'zbek, mana shunaqa bo'ladi o'zbek degan. Mirdobkor, O'rta Mirzayev. Hal qilinglar Xitoy ishini. To'xtatinglar kirib kelishini.